Bizda hozir video intervyu. Biz kelajakni aytib beruvchi folbin Chekidan chaqirgan. Beymon News'ga kayfiyat bergan albatta. Men folbin Chekidaman. Sening shilliq kanallaringga nazar solyapman. Mendan xohlagan narsangni so'ra. Xo'sh, aniq nimadir so'ray olamanmi? Albatta. Siz mening bugungi kunim haqida faol ocha olasizmi? Ya'ni bugun menga nimalar bo'lishi haqida. Aha, so'ra. Simsimochi. Topilmadimi? Ertaga shopping qilgani borsa ishlayman. Umuman unday emas. Jimmersin, sendan yana bir marta so'raman. Simsimochi. Bugun shopping qilmoqchi bo'lishni to'g'rimi? Yo'q dedim-ku. Dinlersin. Hadi. Mayli, asosiy mavzuga qaytamiz. Beymonning fandom-nomi Monsis deb topildi. Men Beymon va Monsislar orasidagi aloqa qanday bo'lishi haqida juda ham qiziqyapman. Ko'ramiz. Men qandaydir qo'ng'iroqlarning ovozini eshityapman. Bo'ldi. 100 ball. 100 ball chiqdi. Kechirasizlar. 100. Ha, 100 ball chiqdi. Beymon va Monsis abadiy. Abadiy? 100 degani shunda abadiy deganimi? Aha. Ha, mayli. Lekin ba'zilar shubha qilyapti. Shular uchun yana bir marta ko'rsatib bera olasizmi? Unday bo'lsa, men haqiqatan ham seriozim bo'lib olaman. Dada. Sevadi. Qayerga ketdi? Ha, sevadi. Sevmaydi. Bravo. Zo'r metoda. Xo'sh, Beymon va Monsis orasidagi aloqalarga oydinlik kiritdik, lekin ko'p odamlar Beymonning lideri kim bo'lishi haqida juda ham qiziqmoqda. Hozir sehrli chiroqdan so'rayman. Ko'pkumar, simsimochi. Nima deysan sehrli chiroq? Shadow. Mana eshit. Nima dedin? Uzr-ku, lekin men yaxshi eshitmay qoldim. Lampa nima dedi? Hamma yetakchilik fikrini qabul qilganda Baby hozir hammadan yorqin porlaydi. Siz shunchaki o'qimadingiz, shunday emasmi? Men inson emasman, men haqiqatan hayotda. Hamma Beymonning lideri haqida juda ham qiziqayotganda, jumladan men ham. Va sizga buning uchun kattakon rahmat aytamiz, Mrs. Chekita. Va nihoyat bizga navbat bu ob-havo yangilikları. Ma'lumotni boshlaymiz. Rukasi bilan. Salom. Sizga ob-havo ma'lumotlarini taqdim etamiz. Jajam. Umuman olganda Beymonning mahorat ko'rsatkichi juda ham yuqori. Vokal va rap mahorati yuqori bo'lishda davom etmoqda. Bu juda yaxshi natija. Yeppo birini g'ibokka olganda Beymonning mahorat ko'rsatkichi juda yuqori. Ob-havo quyoshli va ochiq. Vizual uchun batigi ob-havo yangiliklari. Tada! Forever qo'shig'ining chiqishi bilan kuchli ijro evaziga Foreverning mashhurligi eng yuqori cho'qqisiga chiqishi kutilmoqda. Avgust oyida Summer Sony festivali chiqishi bilan Seulda rejalashtirilgan fan miting va Monsis muxlislik ishtiyoqi bayramda shiddatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni shay qiling. Beomon bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Xo'sh, sizlar bilan ob-havo ma'lumoti boshlovchisi Ruka bo'ldi. Xayr. Bu barcha xabarlar Beymon News tomonidan tayyorlangan va kuting, Beymon News albatta yana qaytadi. Albatta yolg'iz o'zlar emas, Monsislar bilan. 그럼 지금까지 베이비몬스터였습니다. 다음에 또 만나요.